Borib ko'ramizku. Qayerga aka? Yangi yo'l ketyapti. Mana bu ketyapman, ketdim. Olib borasizmi? O'zim olib kelaman. Bo'ldi, borib. Azamat, Toshkentdan ham bor bu joy. Ishonchliringizga mashq qilib keldim. Yoki? Ha, yuring. Gumaxonimi hattoki Yangi yo'lda ham filiali bor ekan. Menimcha yaqinda Marsga ochsa ham hayron qolmayman. Yangi yo'lda obed qilishga ishonchli joy bormi desam, Azamat sho'tga olib keluvdi. Ishonchlilik jihatdan tayinlanishi, pishirish, qovurilishigacha ichkari kirib tekshirib chiqdi. Menga ancha ma'qul keldi. Endi mazasini ko'rish qoldi. Har doimgidek ko'rinishiga bitta baho bersanglar, men bo'lsa mazasiga baho beraman. Mazasi yaxshi. Ayniqsa Azamat tuxum yutganda yutib yubordi perashkalarni. Ana oxirgi soki oling. Qonim yo'qmi? 5-10 minutda chiqargan, aka. Bir suvni sveji qilamiz. Olamiz ayo. Ikki osnovkalarda yana zo'r joy bor, aka. Aldamayapsizmi? 100 talik. Zo'rmi? Zo'r. Azamat, shundan kulasiz. Yana xuddi sho'tga olib keldingiz. Aka, u birinchi filiali. Bu Yangi yo'ldagi ikkinchi filiali. Unisi Rovadan to'g'risida, bunisi ikkinchisi. Ish qilib xonim bormi? Bu yoqda bor, aka. Bo'ldi. Xullas xonim dardida Yangi yo'lda yangi ochilgan filialga yetib keldi Gumaxonim. Sveji tayyorlashganiga u yoqda 5 minut kutish kerak edi. Bu yoqda bo'lsa tayyori chiqib turgan ekan. Oramizda o'zi menga o'xshagan xonim yaxshi ko'radiganlar bormi? Degan botlarini ham qo'yib bering. Ya, men choyim bor yaxshi. Aka, cholamasa, sovunasi ichishchi. Olmasmi? Mana zato maxitolarim bor. Xonimga qo'shib saskali perashkani men o'rgan edim. Ikkalasini kombination qilib yeyishni Azamat o'rgatdi menga. Mabodoga xonimni sosiga botirib yesanglar boshqacha bo'lar ekan rostdan. Bu videoni yeydigan xonim yaxshi ko'rgan o'rtog'ingizga yuborib qo'ygunlarcha, biz Ko'kshoylan Sirpanturor duo qilib ketdik. Lokatsiya Telegram kanalida bor.